Akalar, buni sizlar bilarmidinglar? Bu obyektimizga shipr variantda chiroyli tomlarimiz yopib berganmiz. Bir ko'rishlaring mumkin. Bu uyda egalari silifga g'ozon to'planish, musor to'planishidan juda ham zerikkan ekan. Shunga biz xudo xolasa chiroylab yechim qilib berdik. Bilmagan usta akalarimizga xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rib turganlaringdek, qo'limda setka. Buni orasi birga bir bo'ladi. Bundan g'ozon ham, musor ham o'tmaydi. Keyin buni qo'yish jarayonini ko'rsatamiz. Bunga biz tunukamizdan shablon olganmiz. Shablonni olib shiprimizga qo'yib chizib olamiz. Shiprimizga qo'yib chizgandan keyin setkamiz ustiga qo'yib kesadigan bo'lsak, mana shiprimizga juda ham chiroyli tushadi. Razmeri qochib ketmaydi, bir xilda tushadi. Joyiga qo'yib qotirilaveradi bu. Ana akalar, buni semichka samarezda qotiramiz, shunaqa yo'nalishda. Keyin mana buni oralarini mana bunday qilib bukib qo'yaveramiz mana. Setkamiz oralarini, xudo xolasa bu yerdan g'ozon ham hech narsa o'tmaydi. Akalar, mana ko'rishlaring mumkin, silifni rati bilan setkani mana ikkinchi ratini toshni qilib qotirilsa, keyin buni orasini mana bukib chiqib silifga tashlanib qo'yaveradi. Silifni ichiga tashab qo'yamiz. Setkamizni chiroyli qilib bukib, silifimizni ichiga tashlab oldik. Bu osilib ketmasligi uchun mana har joydan samarez berib qo'yamiz, pastga osilib ketmaydi. Buni ustidan tushgan g'ozonlar, musorlar buni ustida qolaveradi, ichiga suv o'tib ketaveradi. Eng muhimi, mana silifimizni orasiga, tunukamizning orasida, yoki shifrimizning orasida qo'lni tiqib, mana bunaqa ustida yurib, tozalab, mana qo'llarimiz shilinishga arzimaydi. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like, podpiskani tirs qilib ketinglar. Kimga shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Sardor tomlariga obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Sardor tomlari sizlar uchun yangilik chiqarishdan to'xtamaydi akalar. Joninglar sog' bo'lsin.